Assalomu alaykum do'stlar. Bugun sizlar bilan Refon Electronics magazinimizning to'liq manzili bilan tanishamiz. Av, qarang bo'lib turibdi. Hozir. Opa. Manzilimiz Xarezm Stoyanka, Turan bank bankomati janida. Bu yoqda deb Tunelbetdan kelsangiz bo'ladi. Al bu joq Sharaf Rashidov ko'chadan kirasiz. Bambino bolalar kiyimi, tandir samsa, Refon Electronics. Bu yerda do'stlar aksessuarlar, har turli elektronik tovarlar topsangiz bo'ladi. Misol qizlar uchun Dyson, fan, o'tkir, havo ig'allag'ich, holderlar, osvejitellar, Wi-Fi routerlar, printerlar, mashinkalar, kengratlarning barini ko'rsatib beraman. Ketdik. Al bu yerda uy beklarga kerakli har turli o'tkirlar, mikserlar, blenderlar, tifallar, termizlar, avtopilososlar, tarezlar, led lampalar, avtogalopklar, pultlar, kranshtaynlar kengratga ketdik. Al bu yerda zararchilikning tur-turin, galopklar, batareyalar, USB port, set shunurlar, printer shunurlar, udlitlar topsangiz bo'ladi. Ketdik. Al bu yerda klaviaturalar, mishklar, kobliklar, power banklar, naushniklar, AirPodslar, kolonkalar, kichkina kolonka, ulkan kolonka. Bo'lsa bari bor do'stlar, bu yerda zatlarni tushundiraman deb men charchab qoldim. 1000 marta, 100 marta ko'rgandan, yo'q, eskинен bir marta kelib ko'rgan yaxshi. Optim summada bularning barchasi kelaveradi.